O'rtoqlar, bu videoda sizlar bilan Handmeva platformasida profilimizni qanaqa to'ldirib chiqish kerakligini ko'rib chiqamiz. A, Platformaga kirganinglardagi bosh sahifada chap tarafdagi pastki burchakda profil qismiga o'tasizlar. Profilni o'tganinglarda mana bu yerdagi ma'lumotlar siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlaringiz bo'ladi. Buni 100% to'ldirishinglar shart. Men maslahat beraman 100% to'ldirishni. Nima uchun? Handmade platformasida a, sun'iy intellekt o'rnatilgan va bu intellekt har gal yangi ish o'rni vakansiyasi qo'yilganida platformaga obuna bo'lgan har bitta odamni tekshirib chiqadi va o'sha a, vakansiyaga qanchalik darajada to'g'ri kelish kelmasligini sortirovka qiladi va o'sha sortirovka jarayonida sun'iy intellekt profilingizni qanchalik to'ldirganingizga qarab turib sizni o'sha vakansiyaga o'sha ish beruvchiga sizni kandidaturangizni olib chiqadi va o'sha AI sizni ko'proq vakansiyalarga rekomendatsiyaga chiqazib berishligi uchun siz bu profilingizni maksimalni professional darajada to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi oynada bu yerda personal information, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot qalamchani ustiga bosib, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz rasm qo'yishimiz kerak bo'ladi. Rasmni iloji boricha o'zingizni to'liq ko'rsatib turgan rasm qo'yishingizni maslahat beraman. Keyingisi ism, familiya, qayerda joylashganingiz, email adres, telefon raqam va judayam muhim bo'lgan narsa bu Telegramdagi usernaminglar. Buni qo'yishinglarni maslahat beraman. Busiz ish beruvchilar sizlarni topa olmaydi. Bu judayam muhim bo'lgan narsa. Buni qo'yib boringlar. Обязательно. Telegram username qo'yganinglardan keyin save changes qilasizlar. Hammasini saqlaganinglardan keyin keyingi oynaga o'tamiz. Keyingisi bu professional information, ya'ni kasbingiz haqidagi ma'lumotlaringiz. Buni ham to'ldirishinglarni maslahat beraman. Chunki bunga qarab nafaqat sun'iy intellekt, balki ish beruvchilar ham sizni bu narsani qanchalik darajada professional to'ldirganingizga qarab turib, sizni ishga olmaslik koeffitsiyenti o'zgaradi. O'sha uchun ham bu yoqqa juda ham kuchli e'tibor bilan to'ldiringlar. Xohlasanglar ChatGPT, xohlasanglar Google Gemini'dan foydalaninglar yoki YouTube'dan yoki Google'dan izlaninglar o'rtoqlar. Izlangan odam, o'zini ustida ishlagan odam har doim o'sadi va o'zi borgan joyi ham o'stiradi. Kompaniyalarga aynan shunaqa odamlar kerak. Profile overview buni обязательно to'ldiringlar. Keyingisi industry skills, ya'ni updater sifatida sizni qanaqangi bilim va ko'nikmalaringiz borligini ko'rsatib berishinglar kerak. Bu yoqqa ham iloji boricha ko'p narsa yozib olishdan qo'rqmanglar. Glавныйsi to'g'ri bo'lsin, haqiqat bo'lsin. Yolg'on to'qib tashlamasdan iloji boricha o'zinglarni kuchli taraflama ko'rsatib beringlar. Bu narsa sizlarni ishga kirish imkoniyatinglarni oshiradi. Industry skill, bitta skill yozasizlar, add knopkasini bosasizlar. Keyingi skillni yozasizlar, yana bitta knopkani bosasizlar. Xullas shunaqa tarzda qo'shib ketilaveradi. Buni обязательно to'ldiringlar, chunki bu sizlarni ishga, ya'ni tez ishga kirishinglarni koeffitsiyentini oshirib beradi. Keyingisi soft skills, o'zinglarni qanaqangi kuchli tarafinglar borishini ko'rsatib berishinglar kerak. Misol kimdadir hali experience yo'q bo'lsa sohada, soft skills orqali u yoqda o'zi to'g'risida ko'proq ma'lumot berib ketish orqali ish beruvchilarni o'ziga jalb qilsa bo'ladi. Bu narsa ishlaydi o'rtoqlar, bundan foydalaninglar. Buni faqatgina ish beruvchilar emas, Handmade platformasini sun'iy intellekti ham buni to'liq qilib borsanglar, sizlarga tez ish topishinglarga yordam beradi. Keyingisi til o'rtoqlar, buni olib tashlaymiz. Keyingisi o'zbek tili qo'shinglar. Rus tilini ham qo'shib boringlar. Ko'pchilik aytadi, logistikada nimaga rus tili kerak? O'rtoqlar, rus tili kerak. Ko'p til bilgan odamni fikrlashi ham boshqacha bo'ladi. Bu bir. Ikkinchi tomonlama. Logistika kompaniyasida faqatgina amerikanецlar bilan ishlamaysizlar. Da, Amerikada ishlaysizlar, Amerika kompaniyasiga ishlaysizlar. U yoqda ingliz tili. Da. Lekin haydovchilar o'rtoqlar hammasi ham amerikanец emas. Bor tojiki bor, qirg'izi bor, o'zbegi, rus bor, qozog'i bor, moldovan bor. Har xil natsionalist, ya'ni har xil millatdan vakillar bor. Va siz logistika kompaniyasiga kirganingizda ingliz tiliga qo'shimcha tarzda rus tilini biladigan bo'lsangiz, sizni kompaniya ishga olishi ehtimoli oshadi.
Buni o'zingizlarga zametga olib qo'yinglar. Save knopkasini bosamiz va keyingi oynaga o'tamiz. Ko'rganinglardek profil chiroyli bo'lib borishni boshlayapti. Keyingisi rezyume. O'zinglarni albatta rezyumenglar bo'lsin. Rezyumeni upload qilish juda ham oson. O'sha personal information oynasida rezyumeni yozasizlar. Keyin Telegram, email, Instagram va LinkedIn optional xohlasanglar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi ssilkalarini. Keyingi oyna bu personal information. Bu yog'ini уже to'ldirib bo'lgansizlar. Keyingisi about me video. O'zinglar haqinglarda 5, 10, 15 daqiqalik videolar yozinglar. Farqi yo'q 5 daqiqami, 10mi, 15 daqiqami qisqacha o'zinglar to'g'ringlarda ma'lumot bo'lsin. Shunchaki selfie kameraga video olib, veb-saytga joylashtirsanglar, ishga kirayotganinglarda ish beruvchilar sizni profilingizni ko'rib chiqayotganda sizni ishga olish ehtimoli oshadi. Bu narsa sizlarga judayam katta yordam beradi. O'sha videoni shu yoqqa upload qilib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi work experience. Plus tugmasini bosasizlar va o'zinglar ishlagan joylar. Agar experience'inglar yo'q bo'lsa bo'sh qoldirsanglar bo'ladi. Experience borligi bu joyni to'ldirishni обязательно maslahat beraman, to'ldiringlar. Qaysi pozitsiyada ishlagansiz? Update'da. Qaysi kompaniyada ishlagansiz? Misol uchun Phoenix Cargo LLC. Keyingisi start date. Qachon boshlaganinglar? Deylik mana shu chislodan bugungi kungacha. Keyingisi qanaqangi siz u kompaniyada o'zingizga bilim va ko'nikmalarni olgansiz. Bu narsa nimani ko'rsatib beradi? Ya'ni siz bir joyga ishlashga borsangiz, shunchaki vaqt o'tkazgani borishingiz kerak emas. Ya'ni pul uchun borasiz, oyligi uchun borasiz va undan tashqari karyerniy rost bo'lishligi uchun o'zingiz uchun qanaqangidir ko'nikmalar olib borishingiz kerak, yig'ib borishingiz kerak. O'sha ko'nikmalarni olib borgan odam boshqa kompaniyaga ishga kirayotganda ham ish beruvchimda qaraydi, bu odam shu kompaniyada ishlab mana shu narsalarga erishgan ekanmi? Demak, bu odam o'zini ustida ishlay oladigan, o'zini o'stiradigan, o'zi o'sishga harakat qiladigan odam ekan. Kompaniyamni o'stirishligim uchun, kompaniyamda yaxshi rezultatga olib chiqishligim uchun bu odamni ishga olsam bo'lar ekan degan xulosaga boradi va bu narsa sizga juda ham katta kuch beradi. Shuning uchun bu narsadan foydalaninglar. Bu yoqqa ham обязательно bu shkalani ham bo'sh qoldirmanglar, qo'shib ketinglar. Add tugmasini bosasizlar, shu bilan tugatsak ham bo'ladi. Save knopkasini bosasizlar. Lokatsiya qolib ketibdi. Lokatsiyani to'ldirib, keyingisiga o'tasizlar. Yana boshqa kompaniyada ishlagan bo'lsanglar, unisini ham qo'shib ketinglar. Va men sizlarga maslahat beraman. Hozir ishlab turgan joyingiz bo'lsa, o'sha yerda birinchi yokida bundan oldingi ishlagan joyingizni birinchi yozing. Keyingilarini keyin qo'shib boring. Ana o'shanda sizni profilingiz chiroyliroq ko'rinishda bo'ladi. Education qayerda o'qiganinglarni yozasizlar. Xuddi shunaqa institut nomi yoki universitet nomi, qaysi sohada o'qigansiz, shu hammasini to'ldirib borishingiz kerak. O'rtoqlar, profilinglarni platformaning ichida обязательно to'ldiringlar. Bu juda ham muhim. Sizlar tez ish topmoqchi bo'lsanglar, bu sizlarga juda katta yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan videoni tugatamiz. Salomat bo'linglar. Hammanglarni ham kutib qolamiz.